nima deydi? O'lib qolsin qonida ochidan deydi. Gapini Ya. Qotil bo'lsam, u bolam dedim. Lekin o'g'il bo'lish kerak demashdi. Qarasangiz, qaramasangiz qorningizdagi harakat qilib sakrab yotgan bolajoningiz. Nega siz o'g'il bo'lish kerak bo'lyapsiz bo'lsa? Buni sezyaptimi? Ikkita qizi bor-ku. Uchinchi kechirmadi kelgan. Shunga to'g'risi nima bo'ladi? Shuning uchun 3 ta qiz bo'lsa deyapti-da. O'g'il kerak-ku eriga. Nima tutarman, unaqalarni keyin ko'p bo'ladi. Xudoy qolajonim. Siz ekranga bitta qarang, ko'ring bolangizni. Yo'q, men bu siz ekranga bitta qarang, ko'rdingizmi bolangizni? Ko'rdingizmi qanaqa shirin? Qizim bekitadi deyishadi-da. Oyijonisi bolangiz o'g'il ekan lekin. o'g'ilmi? O'g'il jonim. Aldimi? O'g'il. To'g'risi o'g'il. Voy o'g'il ekan. O'g'il ekan. O'g'il jonim o'g'il. So'yishini bergan. Rostdan qo'shna. O'g'il qolajonisi, bu jonisi, oyijonisi. Bitta qarang, shu ekranga bolajoningizni shuncha tipirchilab sakrab yotibdi boydan. Hech qaramaysiz. Bitta qarab qo'ying, yigitcha shu, o'g'il bola shu. Aniq. Hozir bulbulini sizga rasmga ko'rsataman.